Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi sotuvga chiqqan ko'chmas mulkimiz Urganch shahrining sentrida, urologiyaning yanında. 9 etajli domda 43 kvadrat bir xonali kvartira sotuvga chiqdi. Uyimizning remonti yo'q. Remonti yo'qligi uchun kommentariyada so'kmislar. İlacı bo'lsa yaxshi gaplarni yozinglar. Bu joyni remont etsa, keyin hech kim doimiy qoladi. Bu chiroyli qiz bo'ladi bu giyintirsa. Yana uyimiz. Bani tuvaleti ikisi bir joyda, lekin keng bo'ladi bu yer. Yana issiq sovuq suv gap turibdi ajoyib. Bu yerda kuxnasi. Qo'shimcha verandasi 3 metr 2 metr. Bu joyni remontda bir deytisi komnata etib bersam bo'ladi bu. Shuningdek uyimiz hujjatlari 100% tayyor, hech qanday muammo yo'q. Uyimizning lokatsiyasi zo'r. Urganchning sentri, bu yerda urologiya, Beeline ofis, Nokia magazin, telefon sotadi yana bunda. Yani 9 etaj altimizdagi Asaklubba bu yerda. 43 kvadrat bir xona, dokumentlar 100% tayyor. Ekrandagi telefonlarimizga uraverasizlar. Gelishib beriladi. Uyning narxini ekranda yozib qo'yamiz. Rahmat hammaga, e'tibor uchun.